Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaldir Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabıda Abbasilerin 48. halifesi Mu'tezid Billah degan halifenin hayatı bilen tanışıp çıkımız. Bu adam Hicriye 815 yıldan Hicriye 845 yıl kadar ondaqda 30 yıl hakimiyet beşide oltuğan. Bu adamın ismi Muddavud. Oldiki tarihte ötken Mutevekkil degan halifenin oğlu buludu. Kunyası Ebul Feth. Onысы mı bu adamniki onысы mı Türk dedeklerden. Oldiki halifenin ama onысы Türk dedeklerden Bayhatun. Ma ayolning ismi olsa Kızıl. Kızıl. Yaki Kızıl yaki güzel ha. Güzel. Bu adamniki halife boğa vakti oldiki halife 815 yılı g'ulab tushirilganda xilofatdan. Shu vaqtida hamda inisi Davudni xalifa qilgan shu paytlarda. Buni Sulton Muayyadning qilgan qilmishi bu. Bu ay Sulton Muayyad 24-yili 824-yilga qadar o'lib ketganga qadar bu avval davomlashtirib masalan. Onun keyindan Sulton Ahmed bo'lganda o'g'li Ahmedni sulton qilgan. Buni Muzaffer degan nom berilgan. Buniki umumiy davlatni boshqarish va kaza ishlarga Amir Tatar bu mas'ul bo'lgan. Endi Şaban ayida Tatar bu Ahmedni qo'lga olgan. Tatarni xalifa sulton deb buningga yorliq o'tugat nomini bergan va buni Sulton Zohir degan laqabni bergan. Biroq Tatar shu yili Zulhajjida o'lib ketgandan keyin o'g'li Muhammadni sulton qilgan. Buni Sulton Solih deb nomini bergan. Buning davlat otabeki yoki davlat ishlarini boshqaradigan mas'ulga Amir Barisbayni mas'ul qilgan. Ondan Barisbay Sulton Solihga qarshi chiqib, buni g'ulab tushirib etgan. Xalifa buningga sultonlik o'tugat nomini bergan dedi. 825-yili Rabiul oxir ayning oxiri. Bir yil ichida necha xalifa hozir yo'qolib ketdi. Necha sulton. Bu o'lib ketganga qadar yana sulton bo'ldi. Bu ta 841-yil qadar. Keyin o'g'li Yusufni sulton qildi bu odam. Buni Sulton Aziz deb nom bergan. Bu Sulton Azizning hamda saltanatini yoki buning otabek boshqarish ishlariga Chaqmoq bu mas'ul bo'lgan. Chaqmoq Azizni g'ulab tushirib deb uni qo'lga olib 842-yili bu avval yuz berdi-da. Shuning bilan Chaqmoqni xalifa sulton qilib tayinlab buni Sulton Zohir deb yana nom berdi. Xalifa shu Chaqmoqninki yoki Chaqmoqninki davrida o'lib ketgan. Biz bu avvallar shunda qarasak, o paytlarda bu azaldan o'xshash bo'ladi-da, mamlukiylar asosan yosh o'lib ketgan mamluk sultonlari. O bolalar kichik hokimiyat beshida qilib qolgan ekan, buni tayinlab qo'ygan amir cho'ng sulton o'lib ketgandan keyin uzunga bormay darhol buni g'ulab tushirib deb o'zi sulton bo'ladi. Buningmi o'g'illari yana asta davom etadi-da, bu avvallar yuz beryapti. Demak, biriga qilgan zulm, ya'ni biriga qilgan vafosizlik, ikkinchisi yani ko'rish qadar bu yerda. Xalifa Mu'tezid Billah o'zi xalifalarniki nihoyatda katta esillardan, o'zi ulug', nihoyatda zaki, nihoyatda zirak odam edi deydi. Ulamolar, ahli fazilatli kishilar bilan birga o'ltirib qopatdi. Ulardan foydalanadi deydi, ularning ilmidan masalan. Ular bilan ularning ishlari bilan o'rtoqlashadi deydi. G'am qayg'ularga, hamma ishlarga o'rtoqlashadi. O'zi ajoyib, odatdan tashqari sehi, mardona odam edi. Bu zot 845-yili Rabiul avval oyining 4-kuni yakshanba kuni o'lib ketgan edi. Shu vaqtda 70larga yaqinlab qolgan. Bu so'z İbn Hajar Asqalani rahmetullah aleyhinki sözüdür, yani bayanıdır. Ama bana bir inisininki kızının dep berişçe 63 yıl yaşagan, ömrü ko'rgan depti.
Bu Jaloliddin Suyuti'ninki bayan hemde. Bu adamның zamanında yüz bergen acayip Hicriye 816 yıl bolğan vaqtida Emir Ma'ruf işlerine Sadriddin İbn Ademi degan adamni mas'ul qilgan. Bu adamniki o'zi ayni vaqtdagi amallari qozi ekan to'q. Yani qozilik amaliga bu Emir Ma'ruf idorasini bu adamga qo'shib bergan. Undaqda bu Emir Ma'ruf bilan qozilikni tunji qatim shu tarixda tang elib borgan adam shu. 819 yıl bolğan vaqtida Emir Ma'ruf işlerine Menkeli Buğa bu mas'ul bolğan. Mana bu adam dunyoda dedi. Türklerden Emir Ma'ruf mensibiga tunji mutavalli bolğan, mush amalni tutgan tunji Türk Menkeli Buğa degan. 819 yılı yana Mısırda bir adam paydo bo'ldi-da, uningki deyishcha u osmonga chiqa oladi ekan, Xudo bilan paranglashib, ko'risha oladi ekan. Hatta bir qism nadan avamlar bu adamning bu gapini to'g'ri deb, hatta shu e'tiqodlarni to'g'ri deb qaragan. Mushta bu adamning mush qarashini to'g'ri degan e'tiqodi bo'lganda, shuning bilan cho'ng bir so'rinni hozirlab, bu adamni tövbe qilishga fursat berib davlatdan, hokimiyat tarafdan tövbe qilsang deb tövbe talabnomasini bayon qilibdi-da. Lekin bu adam tövbe qilg'ili unamabdi. Şoňla Maliki mezhepning şu vaqtdagi ulamosi ikki odamning guvohligi bilan buni cho'qim o'ltirish kerak degan hukmni pishdi. Yani bu adam aşılık özünki aqli o'sha joyida vaqtda ikki odam guvohlik berganda buni o'ltirish kerak, mush gapni chang tursa deb. Mush bir qism tibobat ahlidan bo'lgan tabiblar buniki aqli toza qalaymaqon, aqli noqis deb guvohlik bergandan keyin bu odamni doktorxonaga bog'lab qo'ygan. Hicriye 821 yıl bo'lgan vaqtida Bulbeys'te hozirgi Misrniki dаңliq shaharlarniki biri Sina tarafga tutilgan o'ringa deyman. Bu yerda bir kala tug'ilgan deydi. İki beshi va kala ekanda, ikki bo'yni va 4 puti va 4 oldi qo'li va 4 oldi qo'li. Onun kendi bir chishadigan yeri bor hamda dümbisiga ma qir bir bo'ladi odatda. U dümbisda ikki qir bor. Mavolqi nima deymiz? Umurtqi so'ngak ikki puti va undan boshqa hech qanday narsa yo'q. Faqat bir lam balyatqisi bor. Bu kishi kal ekanda. Bak quruqi ikkiga ayrılgan. Quruq ikki ondaqda. Bu Allah subhanahu va taoloninki ajoyib badiiy san'atlarninki biri deb ta'riflangan bu avval. Ajoyibat va qudratninki misoli shaklda. Hicriye 822 yıl bo'lgan vaqtida Erzankan'da naat ig'ir bir yer tevredi. Bunun sebebi bilan nurg'un kishilar, nurg'un olimlar o'lib ketgan. Bu Erzankan bu hozirgi Turkiyadagi Erzanjan shahri bo'lishi mumkin. Bu Anadolu tuproqlaridagi. Bu naat chiroyli bir o'rin o'zi. Hozirgi asosan shu turklarniki muhim shaharlarniki biri tarixda. 822 yıl bo'lgan vaqtida Muayyadiya madrasasi bitib chiqdi. Bu Muayyadiya degandilar Sultan Muayyadniki nomi bilan qo'yilibdi. Shu saldigan madrasa bo'lishi mumkin. Bu maktabniki mutavallisi shayxini, mudirini Shamsiddin Derir degan kishini mas'ul qildi. Sultan bu odamning darsi kelgan, qatnashgan. Hatto sultonning bolasi İbrahim Mushu shayxninki shu janimizni gilimini shu ko'tarib soladigan ishlarni bevosita qilgan. Demak, Sultan Muayyad mushu dаңliq ulamolarni hurmatlash orqali o'zining siyosiy jihatdagi ortiqchiligini, xalq orasidagi tonilishini
asos solgan bo'lishi mumkin va yoki haqiqiy hurmat qilgan bo'lishi mumkin hamda. Hijriya 823 yil bo'lgan vaqtida G'azzada bir to'ga bo'g'izlandida. Uningki go'shi Sham yo'rg'on o'xshash yo'riydi ekan. Bir ishtiqa o go'shtni bir parcha tashlab bersa yemagan dedi. Subhanalloh, ajoyib ishlar. Hijriya 824 yil bo'lgan vaqtida Nil daryosi yana Hatir oyining oxirgichilik davomli suv nisbati ishib mangdi deydi. Buning bilan nurg'un ziroatlar vayron bo'lib, suv ostiz qilib yo'qoldi. Bu Hatir oyi deganimiz shu Misrliklarning qadimgi oy nomlariniki biri. Bu hozirgi milodiya 11 noyabrdan 9 desembergacha bo'lgan oraliqni mush Hatir yig'ining oxirgichilik deydi. Bu Hatir degan bunda bir go'zallik simvol qilingan bir nom bo'lib, qadimgi Misrliklar go'zallik, muhabbatni izhor qiladigan bir ma'noda ishlatgan bo'ldi. Hijriya 825 yil bo'lgan vaqtida Qozi Jaloliddin Balqinining qizi Fatima xonim bir xunsa bola tug'ib qoldi deydi. Xunsa deganimiz uningki ikki jinsiy a'zoyi bor. Hem o'g'ilcha hem qizchada. Buningki bir erlik a'zosi bor, bir ayollik a'zosi bor. Ikki qo'li olqinda, ikki barmoqi o'shiqroq yoki ikki qo'li o'shiq deydi. Ikki qo'li bor deydi. Beshida shu uyning mungizdek bir mungiz bor. Uy degan ma'vo kalaninki to'piqini pishib etgan bo'lsa, uy deymiz. Bir soatdan keyin o'lgan deydi. Yani ma'lum vaqtdan keyin o'lib ketgan. Alloh taolo musulmonlarni bizni bundoq ig'ir sinoqlar bilan Alloh sinamasin. 825 yil bo'lgan vaqtda Qoyirada azroq bir yer tavrash yuz berdi. Va bu yili ham Nil daryosi Abib oyining 18-kuni Nil daryosi sundi debdi. Bundoq demoqchi bo'lgani Nil daryosi ya'ni suv tövellab ketdi degan bo'ldi. Bu Abib oyining 18-kunimiz bu Qibtilarning qadimgi Misrliklarningki 11-oyni Abib oyi deb qaradi ekan. Bu undaqda Tomuz oylarining 23-kuni qadar bo'lgan bir oy ekan bu. Tomuz oyidan burunqi 24-kundan boshlanib Tomuz oyining 23-gacha, ya'ni undaqda 29 kunlik oy ekan bu. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ecmaîn.